Hürmetli kuzatuvchilar, 3-noyabrdan Kobulda shartnomalar açıladi ekan. Ömürbek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz minatsangiz bo'lmaydi aga. Men Tracker bilan 12 ni bir turib izindan Kobulda ketganingiz nechik oldu? 12 Tracker zo'r axir. Qani men bir go'stingami Kobult o'zi? Telefon ko'ydirmaydi. Vajda qo'yibsiz buni, rol qo'yibsiz. MCM Cobalt'ning yangilangan varianti chiqdi. Ikki xil variantda, ya'ni style va Midnight variantlari chiqdi. Oldingidan farqlari, misol uchun Midnightlardan bo'lsak, asosiy menga eng yoqqan yerlardan birisi motor qismida gidrokompensator qo'yilgan bunga. Raspedolni yog' bilan bir xil tempda ushlab turadi. Ya'ni bu degani ozroq tezlikda yozsangiz, yoqilg'i sarfini kamaytirib beradi. Ekonomishni bo'ladi. Ekonomishni bo'ladi. Bundan tashqari tezroq haydaman desangiz, vam o'zini moslab ushlab beradidan tezlikni oshirib beradi. Bo'lgani shu o'zgarish bilan keldi. O'zgarish bo'ldi, nima o'zgargan? Bu yerda tormoz sistemasidan o'zgarish va ABS kuchaytirilgan variantda qo'yilgan. Salonlarida ne? Salonda farqi kojinli chexol, multimediada o'zgarish bor, tabloda o'zgarish bor, monitor qo'yilgan. Arkasida nikel yaltiroq bo'ladi, bunda black panel qo'yilgan. Shunda mashina olgandan keyin 50% qo'yiladigan o'zi tejalib bunda o'zi qo'yilib kelingan. Tuning bo'ladi. Tayyor tuning. Tayyor tuning, ha? Narxi 155 million 231 million edi. Minnet variantini oldim. Hozir esa 165 million 200 million bo'ldi. Shunda men shartnoma berasizmi? Shartnomani 3-noyabr kuni sizga beraman. 3-noyabrdan ochiladi, xudo xolasa. Eshitdingizlar, hurmatli kuzatuvchilar, 3-noyabrdan Kobulda shartnomalar ochiladi ekan. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Telefonlarni qo'yib o'tamiz, bemalol telefon qilib ma'lumotlarni olib borishlaringiz mumkin. Bizning manzil Urganch shahar, Sanoatchilar ko'chasi 24-uy. Oddiy qilib tushunadigan bo'lsam, Bag'atdan kelishingizda, Oblgani ko'piridan chiqasidan Mostdan, Taxta bozorga kirib yursa, Taxta bozorga yetmay chap yo'lda joylashgan. Xivadan kelishingizda, oldingi telecenter klubidan Taxta bozorga kirib yursizlar, Taxta bozorga o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan.